Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizga xush kelibsiz. Bu darsimizda biz modul 3 transformatsiya va chiziqli tenglamalar sistemasini ko'rib chiqamiz. Birinchi darsimizni birlik va teskari matritsalar bilan boshlaymiz. Keyin esa chiziqli va affin transformatsiyalarni o'rganamiz. Ularga misollar keltiramiz va darsimizning oxirida esa chiziqli tenglamalar sistemasini yechishni o'rganamiz. Birlik matritsa bu nima? Bu diagonallari birdan iborat bo'lgan va boshqa elementlari 0 ga teng bo'lgan kvadrat matritsadir. Ko'pincha chiziqli algebrada biz katta I harfi bilan belgilaymiz bu matritsamizni va unga misollar keltiradigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, bizda ikkita har xil o'lchamli birlik matritsalar bor. Birinchisi 2 ga 2 o'lchamli, ikkinchisi esa 3 ga 3 o'lchamli va ularning hammasini diagonallari 1 ga teng va qolgan elementlari esa 0 ga teng. Ko'rib turibsiz, juda oddiy tushuncha. NumPy'da agar buni birlik matritsani yaratmoqchi bo'lsak, siz np.i degan funksiyadan foydalanishingiz mumkin. Bunga siz xohlasangiz son berishingiz mumkin va natijada matritsa hajmlari belgilangan matritsa birlik matritsasini olishingiz mumkin. Bu yerda ko'ribsiz, 4 ga 4 bo'lgan matritsani olyapmiz yoki 7 xohlagan soningizda berishingiz mumkin. Yo'qolsam siz o'lchamini ham ikkita son orqali yozishingiz ham mumkin. Teskari matritsa bu nima? Bu deylik bizda qanaqadir matritsa bor, kvadrat matritsa n va n o'lchamli. Unga teskari matritsa ushbu ko'rinishda ifodalanadi. A -1 darajasi va ular ushbu xususiyatga ega. Agar teskari matritsamizni o'sha matritsani o'ziga ko'paytirsak, biz natijada birlik matritsani olamiz. Va shu yerda eslab qolish kerak, hamma matritsalar ham teskari matritsaga ega bo'lmaydi. Darsni sal oxir-oxirida biz matritsaga teskari matritsani topishni o'rganamiz. Bir ikkita narsalarni o'rganib olganimizdan keyin dars davomida. Endi chiziqli transformatsiyaga to'xtalamiz. Ingliz tilida bu linear transformation deyiladi. Transformatsiya bu shunchaki oddiy bitta funksiya. U qanaqadir bir vektorni oladida, uni ustida qanaqadir biz amallarni bajarib, uni boshqa vektorga aylantiramiz. Ya'ni bu funksiya vektorni oladi va uni boshqa vektorga aylantirib qaytaradi bizga. Bu aylantirishni biz masalan matritsa orqali ifodalashimiz mumkin. Ya'ni biz vektorni olamiz va uni qanaqadir matritsaga ko'paytiramiz va natijada yangi vektor olamiz. Transformatsiya chiziqli hisoblanadi agar bizda ikkita mana bu shartlar bajarilsa. Bizda ikkita vektor bor, ularni yig'indisini ustida biz transformatsiya olib borsak, buning natijasi xuddi ikkala vektorni alohida transformatsiyaga qo'yib turib, keyin ularni yig'indisini topishga teng. Va yana agar vektorimizni qaysidir songa ko'paytiryapmizda, uni ustida transformatsiya qilyapmiz. Buning natijasi agar vektorni avval transformatsiya qilib, keyin o'sha songa ko'paytirsak, o'shanga teng bo'lsa, bunda transformatsiya funksiyamiz chiziqli hisoblanadi. Agar buni grafik ravishda tasvirlamoqchi bo'lsak, deylik, mana bizda funksiya bor. Birinchi tasvirimizda biz funksiyani vektorimizni bitta elementini shunchaki 2 ga ko'paytiryapmiz. Bizda bu yerda x ni 2 marta ko'paytiryapmiz va bu transformatsiya olib boryapmiz vektor ustida. Ikkinchi misolimizda esa xuddi mana bu birinchi xususiyatda tasvirlangan. Bizda ikkita vektor bor, a, b, yashil va ko'k ranglarda va natija esa qizil ranglarda. Ko'rib turibsiz, birinchi biz transformatsiyani alohida qilib olsak ham yoki birinchi ikkita vektorni qo'shib keyin transformatsiya qilsak ham natijada mana shu joyga kelyapmiz. Ya'ni bir xil natijaga erishyapmiz. Va oxirgi misolimizda esa biz avval vektorni ko'paytirib olyapmiz va keyin transformatsiya qilyapmiz. Buning natijasi ko'rib turibsiz. Biz avval vektorni transformatsiya qilib olib, keyin ko'paytirishga teng bo'lib qolyapti. Endi chiziqli transformatsiyaga misollarga to'xtaladigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek matritsamiz har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ularga misollar mana bu qanaqadir bir xil matritsalar bor. Masalan, siljish uchun, aks ettirish uchun yoki vektorlarni siqish yoki ularni masshtablash uchun mo'ljallangan matritsalar bor yoki aylanish. Bularni masalan elementlarini mana bu m yoki
k sonni o'rniga birorta sonlarni bersak, m yoki theta o'rniga sonlarni bersak, biz turli xil natijalarga erishamiz. Va bu kompyuter grafikasida ko'p qo'llaniladigan transformatsiyalar hisoblanadi. Mana ko'rib turibsiz, tasvirimiz, masalan, vektorlarimiz qandoq o'zgaryapti. Siljishda biz x o'qi bo'yicha siljityapmiz yoki y o'qicha biz mana bu transformatsiyani qo'llab aks ettiryapmiz vektorlarni, yoki ularni qaysidir o'q bo'yicha siqyapmiz, yoki ularni massshtablashtiryapmiz, kattalashtiryapmiz yoki kichiklashtiryapmiz, yoki ularni buryapmiz vektorlarni. Endi affin transformatsiya nima? Affin transformatsiya bu ikkita funksiyadan iborat bo'lgan transformatsiya. Birinchi qismi bu chiziqli transformatsiya hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ko'rib turibsiz, vektorimizni ustida chiziqli transformatsiya ish olib boryapmiz, o'zgartiryapmiz va chiqqan natija vektorimizga yana bitta vektorni qo'shib qo'yapmiz. Ya'ni bu b'imiz siljitishni bildiryapti. Endi bu ko'rinishdagi ifodamizda bu matriksga ko'paytirish, matriksni vektorga ko'paytirish bo'yicha yozmoqchi bo'lsak, biz mana bu usulda ifodalashimiz mumkin. Ya'ni har bitta vektorlarga biz qo'shimcha bitta son berib qo'yapmiz, 1 qo'shimcha element berib qo'yapmiz, 1 va matritsamizda matritsamizda b vektor bilan birga kengaytirilgan holda matritsa yozyapmizda, a matritsamizga qo'shimcha 0 dan iborat bo'lgan qator biriktirib qo'yapmiz va b vektorimizga esa mana bu bir qo'shimcha element berib qo'yapmiz, bir elementini, va buni bitta matritsa qilib olib, matriksni vektorga ko'paytirish usulida, kompakt usulida yozyapmiz. Bu usul mana bu ko'rib turibsiz, plus b ni o'z ichiga olgan va juda kompakt ko'rinishda ifodalangan. Agar buni masalan numpyda yozmoqchi bo'lsak 0 dan, men oldindan buni yozib qo'yganman vaqtni tejash uchun. Birinchi biz kengaytirilgan matritsamizni yozib olamiz. Bu transformatsiya, buning uchun biz np.vstack degan funksiyadan foydalanamiz va np0, ya'ni np0 bizga mana bu nollarni qaytaradi va biz matritsamizni vstack orqali, ya'ni vertical ulash orqali bularni mana bu ifodamizni bajaryapmiz va x og yo'nalishda biz qo'shimcha vektorga elementlarni berib qo'yapmiz va natijada biz katta T matriksini olmoqchimiz. Buning uchun biz mana bu matritsamiz bilan, kengaytirilgan matritsamiz bilan mana bu vektorimizni ulayapmiz horizontal stack degan funksiyamiz orqali. Va ularni bir-biriga ko'paytirsak, natijada mana vektor olyapmiz, mana bu vektorimizni, va javobni qaytarish uchun biz endi mana bu oxirgi birdan xolis bo'lamiz, ya'ni uni tashlab yuboramizda, mana bu orqali ifodamiz orqali shunchaki y ni qaytarib qo'yapmiz. Endi buni yozib, mana bu matritsamiz bo'lsa bx, bu yozgan funksiyamizda chaqirsak, natijada masalan mana buni olyapmiz natijani. Endi keling yana mana bu matritsalarni yozib chiqamiz. Siljitish matritsasini, aylantirish matritsasini 45 gradusga, aks ettirish matritsasi y o'qi bo'yicha va massshtablash matritsalarini yozib chiqamiz va ularni bitta listga, ro'yxatga joylaymiz va keyingi kodimizda esa mana bu vektor berilgan bo'lsa bizga va b vektorimiz berilgan bo'lsa, mana shu vektorimizni o'zgartirishni, mana shu berilgan tepada yozgan matritsalarimizni orqali o'zgartiramizda, natijalarni ko'rib chiqamiz. Videoni pauza qilib bularni yozib olishingiz mumkin. Men vaqtni tejash uchun shunchaki ko'rsatib chiqaman. Natijada biz nima olamiz? Biz natijada ushbu grafikani olamiz. Bu yerda ko'rib turibsiz, mana bu ko'k vektorimiz original vektor edi. X ya'ni vektorimiz. Endi buni ko'rib turibsiz, x o'qi bo'yicha siljityapmiz va aylantirish orqaga aylantiryapmiz, mana ko'rib turibsiz, va uni y o'qi bo'yicha aks ettiryapmiz va buni kattalashtiryapmiz mana bu vektorimizni. Bu sizga grafik talqin berishda yordam beradi. Endi chiziqli tenglamalar tizimini yechishga kelsak, bizda chiziqli tenglamalar o'zi nima? Bu
mana bu ko'rinishda bo'lgan bizda tenglamalar sistemasi bor. Ya'ni a11 ko'paygan x1 va hokazo va hokazo. Bu yerda x larimiz noma'lumlar hisoblanadi bu sistemada. Hamma a harflarimiz esa bu yerda koeffitsiyentlar hisoblanadi va b bo'lsa bu javoblar yoki konstanta sonlar, qanaqadir sonlar. Endi misol bizga mana eng oddiy ikkita tenglamadan iborat bo'lgan tizim bor bizda, chiziqli tenglamadan iborat bo'lgan tizim. Buni menimcha maktabda sizlar yechgan bo'lsalaring kerak, uchratgan bo'lsalaring kerak. Buni qanday yechardik? Birinchi biz x ni y orqali ifodalab olardik. Masalan, x y larni hammasini bu tarafga yo'ysak, 3 minus 3 bo'lingan 2 ko'paygan y va mana shuni ifodamizni olganimizdan keyin endi ikkinchi tenglamadagi x o'rniga mana bu ifodamizni qo'yardik-da va mana bu yangi ifodamizni olardik. Va bu yerda endi bizda bitta y noma'lum qolgan. Bu noma'lumni yechib turib, javobini y ni topganimizdan keyin mana buni o'rniga qo'yib qo'ysak, biz x ni ham y ni ham topardik. Bu yerda endi yechib ko'rsangiz y-imiz 1 ga teng, x-imiz esa 1/5 ga teng. Geometrik talqinda bu nima degani? Bu bizda mana bu ikkita chiziqlar bor. Evklid fazosida ular qaysidir nuqtada kesishadi. Mana shu kesishgan nuqta javob hisoblanadi. Bu yerda y-imiz 1 va x-imiz 1/5 ga teng bo'lganda kesishgan holati. Bu javob hisoblanadi. Bu geometrik talqin. Ya'ni biz kesmalar qaysidir chiziqlar qaysidir joyda kesishgan, mana shu kesishgan javob bu ularni javobi hisoblanadi. Endi chiziqli tenglamalarni tizimini yechishni o'rganmoqchi bo'lsak, bu darsimizda biz ikkita usulni ko'rib chiqamiz. O'zgaruvchilarni yo'q qilish usuli birinchi usulimiz, ikkinchi usulimiz esa Gauss usuli. Birinchi usul bu o'sha maktabda o'rgangan bo'lishlari mumkin. Biz o'zgaruvchilarni yo'q qilish orqali amalga oshiramiz, yechamiz mana bu sistemamizni. Bu endi bizga mana shu misol berilgan. Biz nima qilishimiz mumkin? O'sha xuddi maktabda o'rgatilgandek biz x ni boshqa o'zgaruvchilar bilan ifodalaymiz, noma'lumlar bilan ifodalaymiz va natijada endi x ni mana bu ifodamizni x ni o'rniga almashtirib qo'ysak, natijada yangi ifoda olamizda va ularni mana bu ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Y teng 3z qo'shuv 2 yoki mana bu 7 bo'lingan 2z qo'shuv 1. Endi bu yerda bularni bir-biriga tenglashimiz mumkin, chunki y-imiz mana bu sonlar mana bu ifodaga teng. Natijada yetsak, mana bu z-imiz 2 bo'lib qoladi. Endi mana shu 2mizni z ni o'rniga qo'yib chiqsak bu yerda y-imizni topamiz va y-imizni topganimizdan keyin endi biz mana bu z bilan y ni o'rniga qo'yib chiqsak, biz x ni topamiz. Va ko'rib turibsiz, natijada biz mana bu vektorda olamiz. Ya'ni mana bu sonlarni javob sifatida olamiz. Geometrik talqin bo'yicha mana shu 3 ta tenglamadan iborat bo'lgan, chiziqli tenglamadan iborat bo'lgan tizimimiz fazoda har bitta tenglamamiz tekisliklarni ifodalaydi. Mana bu tekisliklarni bildiradi. Mana bizda har xil rangdagi tekisliklar bor va biz tenglamanimizni yechamiz deganimiz bu ular geometrik talqinda ular qaysi joyda kesishganligini aniqlagan degan savolga javob topamiz. Ya'ni bu yerda mana bu joyda kesishgan bo'lsa, mana shu javobimiz o'sha tenglamamizga o'sha nuqtamiz tenglamamizga javob bo'ladi. Endi mana bu misolga qaraydigan bo'lsak, biz nima qilishimiz mumkin? Biz mana bu har bitta sonlarni bitta matritsaga joylashimiz mumkin va noma'lumlarni esa bitta vektorga joylashimiz mumkin va oxiridagi mana bu tenglamamizda javoblarni esa tenglamamizdagi mana bu sonlarni esa bitta vektorga joylashimiz mumkin. Va natijada biz mana bu narsalarga erishamiz. Bu yerda a-imiz koeffitsient matritsa, ko'rib turibsiz, 2 minus 3 minus 2 2 minus 3 minus 2 1 minus 1 1 1 minus 1 1 va hokazo. Ularni bitta songa joylasak biz koeffitsient matritsa yaratib olamiz va o'z noma'lumlarni bitta vektorga joylasak yangi bitta vektor olamiz va mana bularni bitta vektorga joylasak b vektor olamiz. Endi mana shu ko'rinishda biz mana shu sistemamizni
mana bu usulda ifodalashimiz mumkin. Ya'ni matritsaga mana bu vektorda ko'paytiryapmiz, natijada b vektorini olyapmiz. Bu bizga matritsa chiziqli algebra bizga kompakt ravishda mana bu sistemamizni ifodalab beryapti. Endi shu yerdan boshlab biz matritsa yordamida qanday yechishni o'rganamiz. Ikkinchi yechish usulimiz endi bu Gauss usuli deb ataladi. Gauss usuli aslida bu o'sha o'zgaruvchilarni yo'q qilish usuli bilan bir xil, lekin biz ko'pincha matritsalar ustida ishlaymiz bu yerda. Mana shu bizga sistema berilgan bo'lsa, chiziqli tenglamalar sistemasi, buni javobini topish uchun, ya'ni x ni topish uchun biz Gauss usulida nima qilamiz? Biz birinchi bor matritamizni, koeffitsiyentlar matritsasini b vektori bilan kengaytirib olamiz. Ya'ni kengaytirib olish mana bunday deyiladi. Ya'ni ularga A matritsamizni b vektori bilan kengaytirib yangi matritsa olyapmiz. Deylik, mana shu matritsamiz bo'lsa, buni misolimizda, mana shu misolimizda mana bu ko'rinishga ega bo'ladi. Kengaytirilgan matritsamiz. Ya'ni b vektorimiz va A matritsamiz. Endi Gauss usuli ustidagi amallarni ko'rib chiqsak, Gauss usulidagi amallarni ko'rib chiqsak, bizga endi kengaytirilgan matritsa berilgan. Biz 3 ta narsa qilishimiz mumkin. Mana shu kengaytirilgan matritsa ustida biz birinchi ikki qatorni o'rnini almashtirishimiz mumkin. Ya'ni matritsalarni qatorini almashtirishimiz mumkin. Qatorni 0 ga teng bo'lmagan songa ko'paytirishimiz mumkin yoki bitta qatorga boshqa qatorning skalar ko'paytmasini ham qo'shishimiz mumkin. Va natijada biz deylik, mana bu misolimizga qaytadigan bo'lsak, mana shu kengaytirilgan matritsamizni biz oxirida biz yuqoridan uchburchak bo'lgan matritsa ko'rinishimizga keltirishimiz kerak. Ya'ni diagonalidan pastki elementlarini 0 ga tenglashtirishimiz kerak. Yoki undan ham soddalashtirishimiz uchun biz diagonallarini birdan iborat bo'lgan yuqoridan uchburchak matritsamizga aylantirishimiz kerak. Yana o'sha misolimizga qaytamiz. Endi mana bu ko'rib chiqamiz amallarda, haqiqiy o'sha misollarimizda. Bu yerda mana kengaytirilgan o'sha misolimizdagi matritsa berilgan. Bu tarafga uncha e'tibor bermasliklaring mumkin, chunki bu ko'rib turibsiz, mana shu hamma misollarimiz agar biz mana bu o'sha kengaytirilgan matritsa ustidagi amallarni bajarsak, qaysi ko'rinishda bo'lardi, original ko'rinishda qanday ifodalanardi, o'shalarni ko'rsatib turadi. Lekin ko'pincha e'tiborni bu yerga qaratamiz. Bizga endi kengaytirilgan matritsa berilgan bo'lsa, biz ular qatorlar ustida amallarni amalga oshiramiz. Ya'ni amallarni bajarishni boshlaymiz. Birinchi biz maqsadimiz nima qilishimiz kerak? Biz mana shu diagonallardan bo'lgan pastki elementlarni 0 ga aylantirib olishimiz kerak. Ya'ni -3 ni -2 ni -1 ni 0 ga aylantirib olishimiz kerak. Hop, endi savol berishingiz mumkin, -3 ni qanday biz 0 ga aylantirishimiz mumkin? Buning uchun biz shunchaki qator 1 ni ko'paytiramiz 3 bo'lingan 2 ga va uni qator 2 ga qo'shsak va chiqqan natijani yana qator 2 ga yozib qo'ysak, natijada o'sha 0 mana bularni olamiz. Ya'ni bu yerda 2 ga 3 2 ni ko'paytiryapmiz va uni mana bu -3 ga qo'shyapmiz. Natijada 0 olyapmiz. 0 ni mana bu yerga yozib qo'yapmiz. Bu endi ikkinchi mana bu elementga o'tamiz. Yana o'sha qator 1 deyapti. 3 2 ga 1 ni ko'paytiramizda, mana shu qatorimizni mana shu 3 2 ga ko'paytiramizda va uni -1 ga qo'shsak, natijada 1 2 olyapmiz va buni o'sha yana qator 2 ni o'ziga yozib qo'yapmiz. Endi bu yerda esa qator 1 da -1 ni ko'paytiryapmiz 3 2 ga va yana 2 ga qo'shsak, natijada 1 2 olyapmiz. Xuddi shunday tarzda oxirgi element 8 ni, qatorda oxirgi elementi 8 ni 3 2 ga ko'paytiryapmiz va uni -11 ga qo'shyapmiz, natijada 1 olyapmiz. Va shunday tarzda masalan qator 3 ni ham mana bu -2 qator 3 ni ham masalan -3 2 ni 0 ga aylantirib qo'yishimiz mumkin. 0 2 1 5 da olishimiz mumkin. Mana bu amalda bajarsak va oxirida bizda mana bu matritsa turgan bo'lsa, bitta mana bu elementimizni 0 ga aylantirishimiz kerak. Buning uchun biz yana qator 2 ni -4 ga ko'paytiramizda, qator 3 ga qo'shib turib, chiqqan natijani qator 3 ga yana tenglab qo'yapmiz va natijada mana bu qatorni olyapmiz. Ko'rib turibsiz, mana matritsamiz yuqoridan uchburchak matritsaga aylandi. Shu yerdan boshlab biz mana bu tarafga
chap tarafga e'tibor bergan bo'lsak, bu nima degani? Bu mana bu ifodaga teng degani. Mana bu sistemalar chiziqli tenglamalar sistemasiga teng degani. Endi minus z imiz nechaga teng ekan? -1 ga. Endi z o'rniga -1 ni qo'yasizda, y ni topasiz va y ni topganingizdan keyin y ni o'rniga o'sha chiqqan natijani z ni o'rniga -1 ni qo'yib, natijani topsak, sizga javob chiqadi, sistemaga javob chiqadi. Lekin yana ham soddalashtirish imkoni bor. Agar mana bu matritsamizni birlik matritsaga aylantirsangiz, yana o'sha operatsiyalarni qilib, qatorlar ustidagi amallarni orqali buni o'zlaring ko'rib chiqishlaring mumkin. Videoni pauza qilib, biz natijada mana bu ko'rinishda bo'lgan kengaytirilgan matritsaga ega bo'lamiz va buning talqini nima? Bu shunchaki 1 -1 degani bu z imiz -1 ga teng, y imiz y ni bildirardi, -3 ga y imiz 3 ga teng, 1 imiz esa 2 ga teng. Va ko'rib turibsiz, buni oddiy o'zimizda oddiy tarzda yozadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishga teng bo'ladi. Ya'ni agar siz chiziqli tenglamalarni Gauss usulida yechmoqchi bo'lsangiz, iloji boricha diagonallarda birga tenglashtirishingiz kerak bo'ladi. Endi qanaqa yechimlar bor chiziqli tenglamalardan iborat sistemamizga? 3 ta bizda holat bo'lishi mumkin. Tizimimizga cheksiz ko'p yechimlar mavjud bo'lishi mumkin, ya'ni bizda cheksiz javoblar bo'lishi mumkin. Tizimga o'ziga xos bitta yechimga ega bo'lishi mumkin yoki tizimda hech qanday yechim yo'q bo'lishi mumkin. Masalan, agar matritsamiz o'sha tepadagi keltirilgan matritsamiz mana bu ko'rinishda bo'lganda, diagonallari 1 ga teng bo'lganda, shunda bizda bitta yechim bo'lardi. Agar qatorlardan qaysinidirsi 0 ga teng bo'lib qolganda, hammasi 0 ga teng bo'lib qolganda bizda ko'p yechimlar bo'lib qolishi mumkin edi. Yoki agar qatorlardan bittasini hammasi 0 ga teng, lekin mana bu kengaytirilgan holatdagi bitta elementimiz 0 ga teng bo'lmaganda esa bunday tizimimiz yechimga ega bo'lmas edi. Endi Gauss usuli bo'yicha yana o'sha teskari matritsaga qaytadigan bo'lsak, endi Gauss usuli bo'yicha biz o'sha matritsaga uning teskarisini topishni o'rganamiz. Yana g'oya shundaki, biz berilgan matritsani birlik matritsasi bilan kengaytirib olamiz va mana shu Gauss usuli, ya'ni qatorlar ustida amallarni oshirgan holda biz mana bu tarafni A matritsamizni biz birlik matritsaga aylantirishimiz kerak. Agar biz aylantira olsak o'sha matritsamizni birlik matritsaga, natijada avtomatik ravishda biz teskari matritsa olamiz. Misol uchun mana ko'rib chiqaylik. Bizga mana bu matritsa berilgan. Biz nima qilishimiz kerak? Bunga teskari matritsa topishimiz kerak. Biz matritsamizni yana birlik matritsa bilan kengaytirib olyapmiz. Natijada mana bu matritsani olyapmiz. Endi yana matritsamizni ustida qator ustidagi amallarni bajaramiz. Ya'ni Gauss usuli orqali haligi qatorlar ustida amallar bajaramiz va bir nechta usullardan keyin biz mana bu tarafimizni kengaytirilgan matritsamizni mana bu birinchi qismini birlik vektorga aylantiryapmiz va ikkinchi qismi esa avtomatik ravishda teskari matritsaga aylanib qolyapti. Va bu yerda mana bu qism bizda teskari matritsa hisoblanadi. Juda oson, ko'rib turibsiz. Endi bizda teskari matritsa mavjud bo'lsa, biz chiziqli tenglamamizni yana bitta yechish usuliga kelamiz. Ya'ni mana bizga chiziqli matritsa berilgan bo'lsa, chiziqli tenglamalar sistemasi berilgan bo'lsa, biz teskari matritsa orqali uni juda oson ravishda yechishimiz mumkin. Mana bizga endi chiziqli tenglamalardan iborat sistema berilgan. Biz agar mana shu matritsaga teskari matritsa topa olsak, biz ikkala tenglamamizni ikkala tarafini mana shu teskari matritsaga ko'paytiramiz. Natijada mana bu teskari matritsani matritsaga ko'paytirish xususiyati bo'yicha biz birlik vektor olamiz va har qanday vektorni birlik vektorga ko'paytirsak, natijada vektorni o'zini olamiz. Va o'ng tarafi, tenglamamizning o'ng tarafi o'zgarmay qoladi va biz mana bu oxirgi ifodaga kelamiz. Bu degani, agar bizda teskari matritsa mavjud bo'lsa, biz shunchaki B vektorga ko'paytirib qo'ysak, tenglama sistemani yecha olamiz. Masalan, bizga mana bu matritsa berilgan va tepadagi misolda biz o'sha matritsani topdik.
Gauss usuli bo'yicha. Va endi buni b vektorga mana bu matritsani ko'paytirsak, natijada mana o'sha javobni olamiz. X noma'lumlarni mana bu ikkita matritsani, teskari matritsani b vektoriga ko'paytirish orqali bemalol olamiz. NumPy'da to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bizga o'sha misolimizdagi matritsani yozib olamiz va b vektorimizni ham yozib olamiz. NumPy'da endi nima qilamiz? Biz unga teskari matritsani hisoblashimiz mumkin. NumPy'da np.linalg.inverse degan funksiyamiz bor. Agar buni o'sha matritsa bersak, mana shu funksiyaga biz bu teskari matritsa qaytaradi. Mana 2 3 2 2 matritsa. Endi mana shu teskari matritsaga ega bo'lganimizdan keyin biz uni shunchaki tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana original matritsamizga uning teskari matritsasini ko'paytirsak, ko'rib turibsiz, natijada birlik vektor olyapmiz. Ya'ni mana buni to'g'ri yechganmiz. Endi o'sha matritsamizda, teskari matritsamizda endi b vektorga ko'paytirib qo'ysak, natijada o'sha x ni yechyapmiz. Keyingi darsimizda biz vazifa 3 ni ko'rib chiqamiz. Bu mana shu mavzuyimizga oid. Biz mashqlarni yechamiz va mashqlarda oxirida, vazifani oxirida biz mini loyiha iqtisodiy tarmoqlar aro muvozanatni ko'rib chiqamiz. Kanalni kuzatib boring, like qoldirishni unutmang. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.